O'zbekistonda mebelni kuzatib boruvchilari nimaga xarid qilib olmaysizlar? Mana bunaqa sensorli, chiroyli tryumali olib kelib qo'ygan bo'lsak, mana bunaqa kapot mexanizmchali kravatchalar olib kelib qo'ygan bo'lsak, sizlarni oyog'inglar urib olmasin deb mana bunaqa materiallar qoplangan kravatlar olib kelib qo'ygan bo'lsak, qaysi duoylarga so'ragandinglar shunaqa mebelinglar bo'lishini? Shkaflarimiz uchga alohida bo'linsa, ichlariga sushelkalargacha qo'yib qo'ygan bo'lsak, nimaga yana kelib xarid qilib olmaysizlar? Mexanizmchalar davchikadan olib kelib qo'ygan bo'lsak, pufikchalarni ham o'zini materialidan qilib qo'ygan bo'lsak, safachalariga nima deysizlar? Darrov kelib xarid qilib olinglar.